Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida 2025-yil aprelida O'zbekiston fuqarolari ishtirokida ro'y bergan janjal yuzasidan sud hukmi e'lon qilindi. 22-yanvar kuni bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida sudlanuvchilardan 6 nafari o'lim jazosiga hukm qilingan, yana bir kishiga umrbod qamoq jazosi tayinlangan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Kun.uzga bergan izohida mazkur ma'lumotni tasdiqlab, hukm yuzasidan apellyatsiya berilishi va bu jarayon ko'p yillarga cho'zilishini ma'lum qildi. Eslatib o'tamiz, 2025-yil aprel oyida Dubay shahridagi yonilg'i quyish shoxobchalaridan birida o'zbekistonliklardan iborat ikki jinoiy guruh o'rtasida to'qnashuv kelib chiqib, bir kishi pichoq zarbasi oqibatida vafot etgan, yana bir kishi komaga tushib qolgandi. Keyinroq komadagi shaxs ham o'ziga kelmay jon bergan. O'shanda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mazkur janjalda ishtirok etishda gumonlanib 15 nafar o'zbekistonlik qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Dubay jinoyat qidiruv boshqarmasi so'nggi vaqtlarda O'zbekiston fuqarolari tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarlik holatlari ko'payayotgani, ikki davlat o'rtasidagi vizasiz tartibga ta'sir ko'rsatishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi esa fuqarolarni xorijda mamlakat sha'niga dog' tushiruvchi harakatlardan tiyilishga chaqirgandi. Bu voqealardan ko'p o'tmay O'zbekiston fuqarolarining Birlashgan Arab Amirliklariga kirishida muammolar paydo bo'ldi. Xususan, iyun oyi boshida futbol bo'yicha jahon chempionati saralash bosqichi doirasida mahalliy milliy jamoaga qarshi uchrashuvni ko'rishga borgan o'zbekistonlik muxlislarning bir qismi aeroportda tekshiruvdan o'ta olmagandi.